9. bab dersimiz kelsak, 9. bab dersimiz PHP'ninki PHP tili orqali web beti bilan uchur almashtirish. Yana PHP'ninki web beti bilan uchur almashtirish. Buni oddiygina esa tushunganda yana bunday tushunmasak PHP bilan torbatlar yani PHP orqali qarshi taraf bilan ya'ni tor ko'rgich almat bilan uchur almashtirish deb tushunishmi tamamen bo'ladi. Bunun jiq farq yo'q. Yani bu saat 9 bab dersimizde biz sizlar burun öğrenip ötken forum yani sağlık ma'lumot uzish ramkasi forum sağlık ma'lumot uzish ramkasi shuni so'zlamoqchimiz. Yani sizlar buniki müsait dersimiz öğrengandan keyin müsait dersimiz orqali sizlar o'zinglar avtomatik holda bir tal batning birini yasay oladigan yani tizimli tishbetini birini yasay oladigan holatga yetisizlar. Shu holatga yetmasanglar darsniki mağazlık yani çömegen basla. Yani sağlık ma'lumot uzish ramkasi forum. Bunu biz bundaki forum sekme sağlık ma'lumot uzish ramkasi shukan desanglar bo'ldi. Yoki hangi tushungan bo'lsanglar bu yerdan degan shu buni tushunsanlar bo'ldi. Men bu vaqtda bekchiq to'xtalmay chunki forumniki uyg'urcha tilida deb men jiq izlab kelsam sağlık ma'lumot uzish ramkasi deb tercüme kılınğanda bir kadar toğruçandım. Hatta forumda deb mındaq bizning ana tilimizda mındaq degan ham ekan. Bundan keyin bo'ldi forum deb sanlanmaylar yoki sağlık ma'lumot uzish ramkasi sanlanmaylar yoki xansa sanlanmaylar. Bu tushunsanlar bo'ldi. Hamda bizningki HTML tilidagi kodlar bilan biz mushbirin saat dersimizda tanishib chiqaylik. Undaq bo'lsa biz HTML kodni qanday qiladi? Her daima HTML koda birinci başlanış tarafında HTML. Bu başlanış kilatte. İkincisi nima deganda bunun kelam çok had. Yani baş degan ma'noda. Yani baş kusurlar kilatte. Onun ikinci deganda body. Yani mazmun qismi. Body. Yani mazmun qismi. Yani bunu shunday qiladida. Endi biz mana bu HTML tiliniki boshlanish, oxirlanish qismi mana shunday holatda bu birikib keladi. Endi bu aniqlab kelsak, bu bo'lsa HTML tilining boshlanish kodi. Bu bosqichda bash ushurning, yani bash ushur deganda qanday nimani bildirdi va mushu batninki kodninki bir taraf qilinish shakli. Masalan, tegishganda meta. Yani metaga masalan http echo tan content deganimiz ham boshqa deb men unda yozib oltamidimda. Biz faqat eng oddiy tegishganda charset. Yani mush batninki kod bir taraf qilinish shakli. Biz uyg'urchada muvaffaq ko'rsatmiz shunda UTF-8 qilib har doim belgilaymiz. Esingiz bo'lsin, Michel men deb qo'yay. Bizning o'rgatadiganimiz bo'lsa PHP programlalashtirish. Bu HTML emas. Ammo shundaq bo'lsa, biz bu yerda buni so'zlayapmiz. HTMLdan, CSSdan, JavaScriptdan buni xarimaqni o'rganalamdan desanglar, o'rganamaslar. Asos samatir o'rganamaslar. Bu asosingiz bo'lmasa siz o'rganish mumkinmi degan mumkin emas. Bu bir harakatchan holatdagi torbatlarni yasaydigan til, programlalash tili. Siz buni HTML CSS o'rganmay turib, bu yerga jo'rab kelib olsangiz, men HTML CSSni so'zlamayman. Shunlar siz qiynalib qolasiz. Shunga o'lni silab mustahkam bo'lib keling. Hamda charset. Biz buni mishad aqlashtiraylik. İkinci bosqinda xat, yani baş ustidan nima bo'ladi? Title qismi shunaqa. Yani tema qismi.
Shu biz yatqa vaqtimizda chiqib turgan www chigit cho'g'liq chigit ko yoki qanda buloqchan chigit ko masalan shu meningki tor nomim shundoq bo'lsin bet ochqa vaqtimda tor ko'rishninki ismida shundoq chiqib tursin desam shu titlni ishlatman endi title qismi tugida xat bu bosh qismidagi usullar asosan shu bilan tugida bu xat bo'lsa ham bosh usuli degandek ma'no chiqadi biz bosh usuli degan nimalar deganda shu betninki kodninki bir taraf qilinish shakli title yani tema shakli shular body bo'lsa mazmun qismi bo'lsa bet yuzda ya'ni shu tor betninki shu bet yuzda ko'ringan mazmunlar shu masalan Firefox ninki bosh bit ekan shu mazmunlar shu ya'ni mazmunlarning hammasi kendik metiga folder Firefox shu odatda biz folder orqali ifodalaymiz buni yani betning ost taraf ikkinchi betninki shu bosh buni mishdan boshlanib eng oxirgacha bo'lgan shu folder mishagacha chekish bo'lgan yani hammasi shu body degan yerda chiqib turdi ya'ni bodyning ichiga yozilgan mazmun body bo'lsa mazmun tan degan ma'noda demak biz programlarni har doim HTML programmasini body bilan bodyning ichiga yozamiz endi forum bo'lsa biz bu soat o'rganmoqchi bo'lgan forum bo'lsa bir odatdagi yani shu HTML ichiga kirib ketgan bir soliq ma'lumot usiz ramkasidan iborat bu nima alohida so'zlab qo'ydingiz deganda tizimlash ramkasini keyin sizlar chiqarmay qiynalib qolsizlar shunga men bir mayli sizlar bilgan bo'linglar bir taklif o'tab ketay degan maqsad muddatda so'zlab o'tdim ikkinchisi nima maqsadingiz bor deganda shu forumniki kodlarni bir bilib o'tib ketsin degan maqsad bor ammo keyin darsning babning oxirida GMR bilan shu Zenstudioniki ikkisiniki rasmiy farqini men so'zlab o'tay form yani soliq ma'lumot usiz ramkasi bu HTML aslida HTMLniki ichidagi bir hukmdan iborat biz bu yerda bu PHP'ning hukmi emas ya'ni PHP'niki doirasiga kirmaydi bu PHP bo'lsa faqat harakatchi holatdagi programma aylash qismi bu form HTML va shunlashqa buni men hech qanday bela qolmay turib lakinda HTMLniki belgisi bo'lg'achqa mush holatda yozsam bo'ladi buni bo'ladi endi forumniki birinchilab so'zlaydiganim action deganimiz harakat degan ma'noda yana men soliq ma'lumotlarni ustib bo'lgandan keyin qaysi betga qarab harakat qilaman degan ma'noda ya'ni men masalan shuni hozir index.php olib shunaqa index.php biz mana hozircha shunday tushunib o'tiringlar men bunga kichkina ulgu misol bir nechta qilib beray name ikkinchilab so'zlaydiganim name ya'ni shu forumniki ismi biz bir tal torpikat yozganda forumdan deganda bir kamida bir hatto ba'zan so'roq torpikatlarda 2-3 ni qilishimiz mumkin shu chog'larda forumga ism qo'yib bir-birini farqlantiramiz bu yerga qanday ismga nima deb qo'ysam bo'lardi faqat shu boshqa forumlar bilan o'xshab qolmasam bo'ldi endi action bu bo'lsa harakat degan ma'noda yana qanday men soliq ma'lumotlarni bir taraf bo'lgandan keyin qaysi betga qanday qarab harakat qilaman qaysi betga soliq ma'lumot usullarini topshiraman degan ma'noda eng muhim bo'lgani metod metod qismi bu muhim metod bo'lsa usuldan iborat soliq ma'lumotlarni qaysi xil usulda topshirib beraman yoki avatitmiz degan ma'noda soliq ma'lumotlarni qaysi xil usulda uzatib beraman buniki ikki xil usul bor yana birisi bo'lsa post yana birisi bo'lsa get bu ikki xil usulniki o'xshamaslik bor biz mundaq qilganda eng oddiy holatda bir tal forumdan birini oldik
mush soatda biz forumningga asosliq hukmlar bilan o'z ichiga olgan mundaq parametr desak bo'ldi. Parametr bilan tanishib o'tdik. Shu name bo'lsa forumningga ismi. Action bo'lsa forumningga Saloq Mamat uz ramkasiniga Saloq Mamat uz tutgandan keyin, ya'ni uz bo'lgandan keyingi yo'nalishi vakili qildi. Yana Saloq Mamat usullarni men allburun avatvatdim, endi qaysi betga qarab harakat qilaman degan ma'noda. Metod bo'lsa yoki biz buni qanday ma'lum bir betning adresi mesela index o'ziga qarab qanda yana o'zi qarab ishilsin desam bo'ldi. Hamda metod bo'lsa usul. Saloq ma'lumotlar ramkasidagi usulni o'zgartirishga usul. Get bilan postning usul ikki xil ba, ikki xilni so'zlab men tushuntirib qo'yman. Demak bir form mana shunday holatda tuzildi. Bu mana bir oddiy holat. Endi buni bet yuziga chiqarsak, bu balkim chiqmasligi mumkin. Nimishqa deganda chunki bu yana tuzgan vaqtimizda table bo'lsa chiqadi. Ammo form bo'lsa, uni biz torbat yuziga bisib chiqqan vaqtimizda u faqat amniyatda mavjud. Buni biz kod tugadik qo'y, amniyat mavjud. Ammo bet yuzida uniki form deb o'z holatda chiqarib turibdi. Demak bu HTML bodyning shigilliq. Mishada men mana bir qayt yozib qilaydi. Chunki nimishqa deganda ko'ringlar, form bu yerda bu bir mazmun o'xshaydi deb bizningga qanda Zenstudio yana buni to'niyamadi. Ammo to'nish to'g'ri bo'ladi. Sababini ba'zi vaqtida shunday tuyuqsiz nemishilikini biz muchiq izlab ketamiz, lekin nemishilik hozir to'g'ri holatda. Hamda men buni saqlab ijro qilib bersam hech nima chiqmaydi. Amniyatda bat yuziga hech nima chiqmasa to'g'ri holat. Shunga sizlar yana bat yuziga urib chiqarsam nima chiqmaydi deb qolmanglar. Bu to'g'ri holat. Bizning forum bilan tanishimiz mushat aqlashda 2 soatdan boshlab 12 boshqa yana text ramkasi shifr ramkasi, ondan boshqa ko'p tanlash, taqtanlash qatorliq boshqa elementlar bilan tanishib o'tamiz. Endi biz o'rganib o'tgan bu forum 3 xil. Yana 3 xil holatga elementni taklif qilgan. Birinchisi bo'lsa kirgizish tipidagi. Kirgizish tipidagi elementlar. Ikkinchisi bo'lsa tanlash. Yana biz tanlash tipidagi elementlar. Uchinchisi bo'lsa text area, yana yiziq rayon tipliq elementni bor. 3 xil elementni taklif qilgan. Endi biz shu 3 xil elementni bir-birlab tanishib o'taylik. Birinchisi bo'lsa kirgizish tipidagi elementlar. Kirgizish tipidagi elementlarniki odatda qanday yozildi desanglar, buning belgisi mana bunday bo'ladi. Buni ko'chirib ilvatda chunki nimishqa deganda ma bo'lsa PHP tilining izohat jumlasi bu miskin xatolik chiqib qoladi. Xatolik bo'lsa hozir o'chdi. Kirgizish tipidagi elementlardan qaysi bor deganda yana odat biz kirgizishni input bilan ifodalaymiz. Buningda birinchi bo'lib qanday text ramkasi, ikkinchi bo'lib shifr ramkasi, uchinchi bo'lib hujjat tipidagi yana to'rtinchi bo'lib taqtanlash, beshinchi bo'lib ko'p tanlash qatorliq yana konopkalar qatorliqlar kirdi. Biz mushlar bilan bir-birlab tanishib o'taylik. Ya'ni biz kirgizishni input bilan ifodalaymiz. Unda qilsam men bu yerga forumning ichiga mishaga nimalama bir tal kirgizish tipidagi input. Endi demakchilik inputningga ma'nosi bo'lsa kirgizish degan bo'ldi. Endi type bo'lsa nima deganda, type bo'lsa tip degan ma'noda. Yana kirgizish tipliq kirgizish, ammo tip nima? Endi biz mishaga
kichikgina tekst ramkasini bir namoqchi. Tekst ramkasiga tekst orqali ifodalaymiz. Tekst orqali ifodalasak tekst ramkasini bir chiqdi. Men bunga mush tekst ramkasiga cho'liqqina bir tal ismdan birini qilay. Bunga ismga nima deb qo'ysak bo'ldi. Ammo ismga qimmat bergan vaqtida ismni mundaq ishiga ilinglar. Ya'ni qo'shikdan ishiga ilinglar. Ism. Tekstniki ismi. Ani bu boshlandi. Bu yerga kelganda qandaq oxirlashdi. Buni men saqlab ijro qilib o'tay. Ijro qilsam, men bir tal kichik bo'lgan tekst ramkasidan birisini chiqarib berdi. Endi ko'zinglar bakroq sinchilab qolsanglar, bu yerda qimmat yo'q. Endi ma'lum men chiqqan vaqtda ma'lum bir qimmat bilan chiqsin desam, value ikkinchisi bo'lsa, tekst ramkasining qimmati value men deb biray o'zining ismini chiqib biray bo'ldi. Sizlar o'zingizning ismini chiqib ko'rib baxsanglar bo'ladi. Value degani har doim qimmat degan ma'no keldi. Endi men Ctrl S bilan buni yozib saqladim. Ijro qilganda o'zining ismini holatda chiqib berdi. Buni hamda tayyorlash bo'ladi. Bu yerga boshqasini kirgizsak bo'ladi. Boshqa qilib tayyorlash bo'ldi. Endi demakchilik biz hozir tekst ramkasi bilan tanishib o'tdik. Ikkinchisi bo'lsa, shifr ramkasi. Bu bo'lsa qandaq input type. Mush type degani har doim tipni belgilab qo'ydigan tipini. Shuna unutilib qolmanglar. Tip orqali belgilaymiz. Hammasi shu kirgizadigan element, hammasi kirgiz tipidagi element. Ammo shu mush tip orqali belgilandi. Ikkinchisi bo'lsa shifr belgisi. Shifrni biz nima deydik? Password. Yani password char bo'lsa shifr degan holatda biz bu yerda buni password orqali qilib qo'yamiz. Buni bir chiroqlar qilib ism qo'yib qo'yay. Nima uchun ism qo'yib qo'yamiz deganda, men yana so'zlayman. Boshqa teksam yana shifr kirgizishdan uch bo'lib qolsa, bir-birini farqlantirish uchun ism qo'yib qo'yman. Gap to'g'ri shuninglar. Ismni shunlashib qo'ydim. Ben aslında bek tafsili sözleşten ağaç yokta bu HTML kitabı mazmunlar aslında. Ama bir qancha vaqtda tizimlash qismini yasayamadim. Shuni bir yasab bersangiz deganda men dars qilib ishlab beray degan. Mushu darsda shuni bilan tan qilib ishlatdim. Ikkinchisi bo'lsa shifr ramkasi. Ismga nim deb pass deb qo'yib bo'ldim. Ismga nim deb qo'ysanglar mayli, ammo yozgan vaqtida shundaq qo'shib ketishga yozinglar. Endi buniki dastlabki qimmat necha bo'lsin? Necha bo'lishidan qat'iy nazar bu aman baribir bet yuziga ko'rinmaydi. Shunlash bo'pti men dastlabki qimmatni 1 2 3 deb qo'yay. Ammo 1 2 3 qanday holat ko'rindi desanglar, shifr holat ko'rindi. Hargiz uni biz mohiyatga ko'zimiz bilan naq mana 1 2 3 deb ko'rmaymiz. Ijro qildim. Ijro qilsam, bu yerda bir tal ism ramkasi. Bu yerda boshqa bir tal shifr ramkasi. Biz endi mush ikkisi bu soatda biz tekst ramkasi bilan shifr ramkasini o'rgandik. Yani biz şöyle qilib bunun aldığa eklep men nimday ben UTF-8 salat to'g'rildi ya. UTF-8 salat to'g'rildim. Ctrl S bosib saqlab o'tdim. Ondan keyin buni aldığa şöyle qilib Uyg'urcha ismingizni kirgizing. Buni aldıqcha maxfiy nomerangizni shunaqmi? Maxfiy nomerangizni kirgizing. Bo'ldi. Mana shuna qo'yib yozgandan keyin saqlab o'tdim. Saqlatgandan keyin ijro qilib qolsam, endi bet yuzi qilinglar. Ammo maxfiy nomerangizni kirgizinglar, ismingizni kirgizing, ikkisi almish qolib qopti. Mana bu yerda bir tal nima desa ismingizni kirgizing.
mishagiroq akilib bu yerga bu hozir nimaning ichida deganda PR qilib qurtashni o'tay. Ctrl S bosdim. Ijro qilib ko'ray. İsmingizni kirgizsang, maxfiy nomerangizni kirgizsang deb hozir mana redlik chiqdi. Endi ma value deb olsa, qiymat kerakligini tushuninglar. Value da qiymat bo'lsa, mushunaq chiqib qoladi. Biz biraz boshqalarning tizimidan degan vaqtda bundaq value chiqib qolib qolsa, bek to'g'ri bo'lmaydi, ya'ni yaxshi bo'lmaydi. O'shundan chiqman. Bu yerda value qismini ilbatdim. Valuesini ilbatdim. Ya'ni valuesi quruq bo'lsin. Mana hechnim chiqib bermasin valueda. O boshlan kirgizing deb qo'yib o'zimiz tanlab bersak bo'lmaydi. Men faqat tushundirish uchun shunaqlar qilib qo'ydim. Endi qaraydigan bo'lsak, ismingizni kirgizsang, maxfiy nomerangizni kirgizsang deb chiqdi. Ham bu yerga ismga men nima deb yozsam bo'ladi. Masalan, ismimni yozdim. Bu yerga shifrni kirgizdim. Qanaqlar shifrlarga. Bu shifrlar tushunlash shifrlar qismi bu. Text ramkisidan shifr ramkisiga farq buni. Farq bu yerda. Shifr ramkisi bo'lgach, biz shifr kirgizgan vaqtimizda shunaq chiqadi. Buni HTML o'rganganlar mana balkim chiktalar chiqarasizlar, balkim alfalar chiqarasizlar, boshqalar chiqarib bo'ldi. Bu boshqalar chiqarish o'zanlar qoldi. Demak, shifr eng oddiy holatga shifr ramkisi bilan text ramkisida chiqarishimiz muvaffaqiyatli bo'ldi. Bu ikki bilimni sizlar shunday o'rganasanglar bo'ldi. Bu sak darsimiz mushu yerda oxirlashdi. Bu sak darsimizda biz hamda rasm ramkisi bilan, ya'ni image bilan tanishib o'taylik. Biz oldingi soatda ma'lum chiqarib bo'ldik. Bu shuni kenik chiqarsak bo'ldi, ammo men kodlar bekchi qilib ketsa sizlar ko'rinmay qolasizlar. Hemşireyle yanı batını bir neçe şey kurtçukray. Image. Yani bu nima deganda men oldidan HTML'ning kodlarini bir yozitay. Bu qismini men ko'chirib akatsam bo'ldi. HTML'nin oxirlashi. Voilà. Hamda bodylan bodyning ishiga forumdan birini oldim. Forumdan birini olib buning bosh ism qo'yib desam bo'ldi, ism qo'ymasam bo'ldi, ism qo'yash, bosh qiymatlarni oldin soat yuritib bo'ldim. Ishiga kirgizish elementda bo'lgan input type tipi nimadan bosib bo'ldi? Image. Evet kalanlar. Özüm çıkıptı. Yani ben şunun arasından image. Ben buna keyin sizlerge bir çöndürüp koyay. Ama şunun arasında hemmisini işletip etmeyimiz. Bunun arasında işletildiğimiz olsa az bir saatte image. Yani buna kadar çıkarlıklar isimde birini koyup koysam, ne mi desem burada? Ben kalagan isim koyup koyabasam burada. Hamda buningki rasm ramkisi bo'lgan ekan, uningkiga biz oxirgi chiroyliroq rasmdan birini saplab beraylik. Yana rasmniki manbasi bo'lsa src bo'lsa src bilan urlniki src bo'lsa manba degan holatda, url bo'lsa adres degan holatda, ikkisidan faqat ba'zi vaqtda farq yo'q, ammo ba'zi vaqtda ma'lum bir xos bo'lgan elementga birisi to'g'rilanib kelgan. Ba'zanda ikkili ishlaydi, ba'zanda birisi ham to'g'rilanib ishlaydi. Shunga navad src bo'lsa src, url bo'lsa url yozinglar. Srcni url yozib qo'yib, urlni src yozib qo'yib, ishlamasa, ma'lumda yozib qo'ysam ishlamayapti deb savol yozib, meni savolga bostirib olsanglar bo'lmaydi. Endi bunaqa ma'lum bir men rasm saplab beray. Rasm saplab berganda bu mushru bar
mundarjiga ma'lum bir rasmda birini kirgizib qo'yish to'g'ri keldi. Men undaqda mushuning mundarj ostiga ma'lum bir rasmdan birini kirgizib qo'yay. Masalan, men rasmdan rasmdan ma'vo blokniki mush bo'lsin yoki ma'vo bo'lsin mayli. Mush rasmni ilib biz o'zimiz mush turni saqlayotgan o'zimizniki shtabli mundars aslidagi h9ning aslidagi biz mush turni saqlayotgan yana bizniki buda qurg'inimiz form degan tur mushuning ostiga men bu rasmni chaplab beray. Chaplab bergandan keyin bir xato holat hisoblanib qolibdi. Bu yerga blokning shu blokning rasmini ham chaplab beray. Shtabli mundars aslidagi h9ga atrap form bu yerda turdan shigma achiramiz. Chaplagandan keyin 001 GPG olib qo'y. Unda asman mishaga buniki qanda asosiga 001 ticket va kengaytirgan nomni yozmasak bo'lmaydi. GPG yozdim. Hamda buni oxirlashtirdim. Control S ni bosib saqlayaptim. Ijro qilish kodini bosib ijro qilyaptim. Torbat yuziga chiqdi. Shuni biz ko'rib o'taylik. Blokning rasmi chiroyli holatda chiqdi. Mana bu rasm ramkasining ishlatilishi. Keyin biz rasm ramkasini shu shunday ishlatamiz. Qanday ishlatishni bilsanglar bo'ldi. Ya'ni rasm ramkasi nimdek emas? Image, ya'ni tipi shu image bo'lsa bo'ldi. Bu yerdagi qilinglar. Input bo'lsa kirgizish elementi, type bo'lsa uning tipi, image bo'lsa rasm ramkasiman deb o'zini aniqlab qo'yadi. Bu yerga nima bo'lsa ismiga biz nima desak, bir narsa chiroyli qo'yib qo'ysak bo'ldi. SRC manbasi. Ya'ni rasm ramkasiga chiqadigan manba. Agar men shuni olmasam qanday bo'lasizchi? Olmasam shu rasm ramkasi hech chiqmaydi. Olmasam shu mazmun bo'lmagan chiqib mazmunni ko'rsatmaydi. Tijorat chashini deb chiqibdi hozir. Bu yerda men mazmun qo'ymsam hech nima chiqmaydi. Agar mazmun olsak shu nima mazmun bo'lsa, bu faqat shu ishidagi mazmunni ko'rsatib berishlam alaydiga xolos. Masalan 001 GPG. Control S bosdim. Control S bosib saqladim, ijro qildim. Buning buyag'islar boshqa rasm chiqib ko'rib baqsanglar bo'ldi. Ammo sizlarni umid qildiganim shu kodni yozib, shu kodning ma'nosini tushunib, chekit peshni tatib, hamini tushunib, tushunmagan yaqinmisin. Faqat tushunsangiz shu ma'nosini olsanglar bo'ldi. Men shu sizlarga tushuntirdim adam. Bu soatning rasm ramkasini tugadi. Endi biz bu soatda taq tanlash ramkasi bilan tanishib chiqamiz. Taq tanlash ramkasi. Demakchilik taq tanlash degandan sizlar bir qancha mazmun bor ekan, shundan birini tanlaydigan insonlar bo'ldi. Xuddi bu biz burun imtihonlarda ABC'dan 4 dan birini tanlagandek o'xshashlan bir ish. Biz yana koni qilibimiz input, kirgizish tiplik element, type tipi bo'lsa radio. Bu yerda radio degan nima degan ma'noda desanglar, hozir biz C# tilida dan qazinatida. Dan qazinib hozir 3-turandagi, 4-turandagi xil oldimotida. Bu C# tilini o'rganib bo'lganlar bildi. Radio deganimiz shu taqdirlash ramkasi degan ma'noda. Endi name bo'lsa, buning bir shariqaq ismini birini qo'yib qo'y. Bu name'ga taqdirlash desam bo'ldi. Nima desam bo'ldi. Name'ga nima desam bo'ldi. Uqtinglarmi? Bu hisob qilsam bo'ladi hatto. Nima desam bo'ldi. Ammo anaqa manda adam tushunmaydigan bir xil belgilarni qo'yib qo'ymanglar. Unda nima ish qo'yib qo'ymanglar, keyin soliq ma'lumotlar ramkasiniki qiymatiga erishadigan holatda ishlatish bir qadar qolaysiz bo'lg'achqa qo'yib qo'ymanglar. Qo'ysanglar bo'ladi, ishlaydi, ammo adam tasib akilib ishlatib bo'lmoq nima deb ism qo'ygan bo'ydim deb keyin adam o'ylanib qoldi qarshida. Chiroyli ismni birini qo'yib qo'ydim. Endi chu deganda uningga turi bilan
qimmat. Ya'ni value degan qimmatga, value birinchi qimmatda. Birinchi qimmat. Agar men masalan o'g'il yoki qizliqni qizni bar ikki xil tanlashni tanlasin desak, chunki hamda odamlar ikki xildan boshqa buniki birinchisi bo'lsa, birinchi qimmat bo'lsa, yana bir bo'lsin. Onun ikinchi men bu yerga o'g'il deb ispatsam bo'ldi. O'g'ilni bo'ldi. O'g'il. Endi ikkinchisi, mishal men sizga sapal tushuntirib o'tdim. Faqat ismi bir boslam. Yana ismi bir bos, lakında bular bir tipdagi tanlash ekanligini bildirdi. Biz barliq tanlash ramkasini radio orqali ifodalaymiz. Faqat buning name ismi bir bosla. Masalan, men ba'zi bosh ism qo'ysam, albatta bu ustidagi men radio bilan ma'paslik men radioniki boshqa taqdirlash savol ekanligini bildirdi. Hozir biz bir betda bir 30 taldek taqdirlash so'rashganga o'xshash. Taqdirlash so'ralari ABCD deb chiqqan bilan har bir taqdirlash so'ralari o'z oldiga ba'zi vaqtda ayrim bo'ldi. Xuddi birinchi savolda 4 tal taqdirlash, ikkinchi savolda 4 tal taqdirlash. Ammo birinchi savolda 4 tal taqdirlash bilan ikkinchi savolda 4 tal taqdirlash ikkisi ayrim mazmun, bir-biriga tutashmagan o'xshash. Shunga bu yerda navoda ismni men boshqa qo'ysam, endi boshqa bir tipdagi taqdirlash ramkasini bildirdi. İkisinin ismini bir qilsam-chi, ikkisiniki bir mazmundagi taqdirlash ramkasini bildirdi. Value. Tam bo'ldi 2. Endi albatta bu valuesini bu yerga men qiz kitobdan yozib qo'yay. Saqlab o'tdim. Ijro qilay. Tanlang yana o'g'il yoki qiz. O'g'ilni bassam qiz seçip ketdi, qizni bassam o'g'ilni seçip ketdi. Faqat ikkisi faqat birini tanlaymiz, yana birisi tanlag'ili bo'lmaydi. Endi agar men mishan o'zgartirdim ya, muzu ismni men boshqa qo'yib qo'ysam-chi, an ikkisining bir-biridan hech qanday qilolmaydi. Munosib qilmadi. Masalan, men buni ijro qildim. Endi qaraydigan bo'lsam, qizni tanlasam, shu qiz tanlandi, o'g'ilni tanlasam, o'g'ilni tanlandi. Nimishqa deganda bu ikkisining bir-biridan munosib qilmadi endi. Bu mava bir o'zaldığı bir dünya, yani o'zaldığı bir taqdirlash ramkasi, bu bo'lsa o'zaldığı bir taqdirlash ramkasi. Xuddi bizning imtihon savolimizdagi bu bo'lsa birinchi savol, bu bo'lsa ikkinchi savol. İkisining hech qanday munosib qilmaydi. Endi ikkisidan bir bog'lanishlik qilsam, ikkisining ismini o'xshash qilib beraman xolos. Ama isim mana mushundoq ya kelganda alomat bekishlaydi. Bizniki taqdirlash ramkasi haqida to'xtalishimiz mana shunchalik bo'lsa, kelasi darsda ko'rsak. Darsimizda buloqchan to'g'ri alohida qo'llagan bo'lib, darsimiz bevosita ko'rish manzilimiz www.buloqchan.com. Endi bu safar darsimizga kelsak, bu safar darsimiz bo'lsa ko'p tanlash ramkasi, ya'ni checkbox. Oldingi soat darsimizda biz radio, ya'ni taqdirlash bilan tanishib o'tgan bu soatda bo'lsa biz ko'p tanlash ramkasidan tanishib o'taylik. Buna o'xshash input type, ya'ni ko'rgizgichi element type bo'lsa tipi boshqanda checkbox. Endi VP degan masalan navoda shu radio bo'lsa option degan to'g'ri kelib qoldi deyman. Option degan to'g'ri kelib qoldi. Check. Box. Ondan keyin buna qayan chaqaq ismini bilib qo'yib qo'y. Bu ism qo'yganning foydasini siz tushundingiz. Endi ismga o'xshash bir tipdagi ismni qo'ysam bo'ladi. O'xshash tipdagi bir ismni qo'ysam zada 4-5 bo'lsa bularniki bir tipdagi ekanligini bildirdi. Masalan, ismga men nima desam bo'lar o'rtaga, bo'libdi men shu men may deb yozib qo'yay. Anda qimmatda
Buniki valuesi. Yani müştərik value qalanı. Nima işləyir degan vaqtida, yəni sandanğa vaqtida sandanğa bardığın qiymat bo'lsa value barda. Sandanğa value barda. Sandanğa bo'lsa value barda. İsonlar bo'lsin, ha. Sandanğa bo'lsa value barda. Buniki bu yerga checkbox sapal turib azroq o'ngshaylar. Masalan biz qiziqishingiz filan deb yozib qo'yaylik. Pastga tushirgandan keyin bir tal diyor orqali men qanday qilib qur almashtirib o'tay, undan keyin qiziqishingiz tanlang. Sizdan qiziqishingiz bo'lsa deb yozay bo'ldi. Sizdan qiziqishingiz bo'lsa bo'ldi, hozircha mishat tutsin. Shunday chiqib qo'y. Qiziqishini tanlaydigan bir tal shunday ko'p tanlash ramkasini birinchi qo'y. Checkbox. Hamda bu bo'lsa qandaq nima bo'lsin? Oyun oynash. Oyun oynash. Oyun oynash. Oynash. Bu birinchi taqdirlash bo'lsin. Endi biz ikkinchisi qilaylik. Input type. Input type. Buyakcha checkbox. İşe hatalı qopda. Checkbox. Onki ismga yana o'xshashlar men xalqqa ism qo'shsam bo'ldi. İsimdə qalanılbək çəklim yox, amma ikisinin bir türdükə taxtalaş və köptalaş rəmklərinin ismə imkanba oxşaş bolsun. İkinci bolsa values'da mən bir dəb bir. Nimiz ikisi oxşaş qılmayman desəm qalanlar. Bu yerdəki value deganimiz yəni sandanğa biz uluğa vaxtımızda sandanğa bardan qiymat valuesi. Şunlaşqa. Mən bu yerdə bolsa kitab ko'rish deb qo'y. İkisini sən ayırib qılıb. Kitap ko'rish. Kitap ko'rish. Bo'ldi. Saqladim. İcra qildim. Qiziqishingiz bo'lsa, o'ynash, kitap ko'rish. Yani 4-5 bo'lsa 4-5 ni tanlasam bo'laverdi. Bu ikki chiqanda birini tanlasam, birini tanlamasam bo'ldi. Yoki ikkisi tanlasam bo'ladi. Yoki tanlamasam bo'ladi. Hozircha bo'ladi. Keyin bo'lmaydigan bir yerlar bor. Masalan, bu ma'noga o'xshash. Nima bo'lmaydi deganda taqdirlashda shu taqdirlaymiz, ma'noga o'xshash ko'p tanlashda ko'p tanlaymiz. Mana bu taqdirlashda faqat birisini tanlagan bo'ldi, ko'p tanlashcha tanlamasak bo'ldi yoki albatta tanlamasak, ikkisi tanlamasak bo'ldi, ammo mushkisning asosiy farqi bo'lsa, taqdirlash faqat birini tanlay olamiz, shu ko'p tanlash bo'ladi. Hamda ikkisiniki mandaq bir asroq o'xshamaydigan yer bor. Masalan, men hozir o'g'il degan gap qo'yay. Masalan, bir batda tun chiqdim ishlashda, masalan, ba'zi vaqtlarda, ba'zi to'rtga kelgan vaqtlarda jinsingiz deblam chiqib, qanda o'g'il qiz deb chiqdi-ku. O'g'il qiz deb tanlab, o'g'il degan gapda chektirib chiqdi. Men masalan, ashuni chiqarmoqchi bo'lsam, qanday qilman degan vaqtda masalan, hozir hech qanday tanlanish belgisi yo'q, ammo men musbat ochgandaman, shu o'g'il deganda bir chekitib yorib tursin desam, qanday qilman deganda yani onunki check it, yani tanlanish. Ko'ngillik holatda qarshılanib tursin deganda hamishaga ulaymiz. Buni men oxirga qo'ysam bo'ladi. Check it. Yana tanlangan mushu ko'ngillik holatda tanlanib chiqdi degan holatda. Check it. Hozir bu qizlik taraf chiqib qopti, to'xtanglar. Check it bo'lsa, men check itni o'g'il qiz bu asla bunu saqladimmi yo'qmi? Saqlab chiqarganman. Yanlam qiziq chiqib qopti. Asla check itni qo'ysak, dastlabki holatda shu qaysi qo'ygan bo'lsak, shuningga
ko'ngillik holatda tanlab chiqadi. Mishalda balkim bir azroq biz Uyg'ur chiqargach xatoliklar bo'lib qolish ehtimoli mumkin. Hamda o'g'il, qiz. Amlatda shu o'g'il to'g'langan, ammo biz xatni mandaq yozgan bo'lganligimiz uchun, Uyg'urcha xat bo'lganligi uchun chiqish jihatda azroq o'xshamaslik bor. Endi men buni tayinliq tushirgandan keyin o'g'il ikkisini tushirdi. Shunaqmi? PR biz ustida biz pastumsun. Sinsam o'g'il, qiz. Anda o'g'il ko'ngillik holatda tanlanib chiqdi. Yana ko'pisi to'g'ri chiqishlarning ko'pincha o'g'il bo'lgach, o'g'il ko'ngillik holatda tanlanib chiqdi. Agar qiz bo'lsa, shu o'zcha ma'nolasdan bo'ldi. Bo'lmasa bu holatda tanlamay boshqalarni tanlab kesib bo'ldi. Endi hozir bu yerda ko'ngillik holatda o'ynashga odatda ko'proq billa yoqtirg'achqa bu tanlagan vaqtda bat ishlagan vaqtlar o'zida o'ynash degan menga to'g'ri bo'lsa chiqib to'g'ri holatda bo'lsin. Unda buni qanday qilaman desam, buni men mishaga qo'yay. Bular o'rdim shu araliqroq qo'ysam emaslar. Check it. Control S'ni bosib saqlagandan keyin ijro qilay. Ijro qilsam, o'ynash deganga oldiga to'g'ri belgilar chiqibdi. Demak, check it deganimiz ko'ngillik holatda tanlangan qimmat degan ma'noda chiqdi. Demak, biz radio bilan checkbox ikki talan taqtalash ramkasidan ko'p talash ramkasidan to'lishib o'tdik. Oldingi soatlarimiz bo'lsa, qanda text bilan password, ya'ni text ramkasi bilan shifr ramkasi bilan to'lishib o'tgandik. Demak, 4 mazmun tugida. Biz odatda 4 mazmun tugagandan keyin knopkaga o'tdik. Knopkani biz klassik soat so'zlaydi. Darsimiz kelsak, darsimizningki knopka, ya'ni knopka qismi. Ya'ni knopkani biz odatda button deb chiqaramiz. Faqat uning nimasi o'xshamaydi. Biz button deganimiz knopka degan ma'noni bildiradi. Ya'ni komanda button bo'lsa, buyruq knopkasi, ya'ni VB dekicha. Men buningga yana button bilan ilib qistiribdi. Forumga button bilan ilib. Button birini alay. Button birini alsam, sal ishlab qolganda turmas, chunki bu yerdagi HTML kodlarni biz yozmoqqa, uni yozish to'g'ri kelgan, buni oxirlamalay. Input type deganimiz, yana bu yerda buttonning ikki xil bor. Yana masalan men button deb bilsam, bir talam konib chiqadi. Shuni men shunday qilib chiqaray. Input type bu ta nimikda button. Button. Anda bunaqa ismdan bir o'zimiz bilgudek, ismdan birini qo'yib qo'ysak bo'ldi. Faqlandiridak. Bu button bo'lib tursin. Buning qimmati deganda hamda bu qimmat nimaga o'xshaydi desanlar qilamiz. VB'dagi caption bilan o'xshash. Buningga men nima deb chiqaray berdi? Yo'llash. Uyg'urcha so'z buni. Yo'llash deganda. Yo'llash. Bo'ldi. Endi mana saqlayapti. Batuzga chiqarsam, mana bir tala konib chiqarib beradi. Ya'ni yo'llash degan bir konibni chiqarib beradi. Endi buni bassam qalab turdi faqat. Uning chunki asosan roli yo'q, gapni ochgan rol yo'q. Navbat biz bunaqa rol qatmasak, mana 10-bob darsimda JavaScriptda shundaq hadislarni, ya'ni taq chekilish, qo'yish chekilish, undan keyin text ramkasininki focusga erishish, ya'ni nur belgiga erishish, nur belgini yo'qotish qatorliq hadislarni o'tgan vaqtimda sizlar shuning orqali hadislarda yoki o'zinglar funksiya tuzab ma'lum bir narsani chiqarib beradigan holatga yetisizlar. Endi biz manda ixtiyor yo'q, ammo konibdan bir simida chiqdi. Buni yo'llash degan ma'noda. Endi haqiqiy bir ixtiyor qo'shman desak, biz bu yerda buttonning konibgalikni huquq buttonda ikkiga ayrildi. Yana birinchisi bo'lsa submit bo'lsa topshirish. Ya'ni usullarni yo'llash degan ma'noda. Submit.
submit uchurlarni yo'llash degan ma'noda. Saqladim, ijro qildim. Avval bassam jim turganda, endi qalanglar, yana jim turamdiki. Yo'llash bosdim. Yo'llashni yana bir bosdim. Bo'ldi. Bu jim turdi. Ammo men shu yerda indeksni, yana forumniki action actionga ishni qiymat bermagan, shunga jim turibdi. Actionman action deganimizdan hamshaga www ticket buloqchan ticket com qilibdi. Albatta bu bunda holatda bo'ladi. Hamda buni ijro qilsam, saqlamsayda saqlatdim. Ijro qilsam, ma'lumot chiqdi. Buni birini bosgandan keyin bu buloqchanni bizningga local host, ya'ni bizningga ma'va yani men mishaga www.buloqchan.com deb bisib berganligim uchun buni men izlab topolmadim. Nima deganda meningki musho navbatdagi turojimda bu torbikat yo'q, torbat yo'q. Shuning bilan buni asosan chiqarmansam, qanday qilmansam oldiga nima shuni oldiga http qo'shikit ishkidal yon to'siq hamda control asini bisib saqladim. Endi ijroqlay. Endi yo'llashni bassam buloqchan to'rga mangdi. Demakchilik bu uchurlarni qanday bir turib qolgan vaqtimizda buni uchurlarni yo'llaydigan, yo'llab bo'lgandan keyin yo'nalish belgilaydi. Nega boramiz, nega to'xtaymiz degan yo'nalish belgilaydi. Demak, mana shunday qurol bor. Birinchisi bo'lsa submit bo'ldi. Ikkinchisi bo'lsa submit bilan o'xshash emas, yana qanday deganda reset qaytadan to'ldirish degan ma'noda. Control asni bisib saqlayaptim. Qo'zg'atgandan keyin qalanglar. Menga jinsini so'lan deganga men qazab ma'no oldim. Agarda hozir men values yo'llash bo'g'ashga shunday chiqibdi. Yo'llash degan masalanchu, ya'ni biz odatga ko'ngildagi holat ko'tib ketdi. Ko'ngildagi holatga tanlash ko'tib ketdi. Ya'ni qaytadan tanlasin degan holatda. Bunda biz valuesni bu reset bo'lgan vaqtida qanday qilamiz? Valuesni qayta to'ldirish. Shunaqa qayta to'ldirishga Control S bosdim, saqladim, ijro qildim. Ijro qilsam bu holat chiqdi. Men masalan ma'lumda qiz, mendan kitob ko'rish. Shuni tanlab qayta to'ldirish bosam qolinglar. Olishib ketdi. O'g'il olishib ketdi. Ko'ngildagi holatda o'ynash deganimiz talaqliqda. Mushalatda. Demak, button bossa knopka deganni bildirdi. Button deganda bizga faqat va faqat bir tal knopkani bat yuzga chiqarib berdi. Ammo uningga uchurlarni yo'llash yoki qayta to'ldirish iqtidor yo'q. Faqat va faqat bir tal ko'z ko'rinib turgan bir belga, ya'ni knopkadan iborat. Endi rasmiy holatda uni uchurlarni yo'llaydim desak, qanday type, ya'ni tipini biz submit qilsak yo'llaydi. Reset qilsaqcha qayta to'ldirdi. Mana ikki xil tip orqali belgilaymiz. Demakchilik bizningga eng oddiy qilib o'tgan tekst ramkisi, shifr ramkisi, taqtanlash, ko'p tanlash, undan boshqa bizningga knopka bilan o'rganib o'tishimiz mishagisi bo'ldi. Biz bek so'zlasak bu yerda mushunchalik so'zlaymiz. Ya'ni biz rasm ramkisini so'zlab o'tibmiz. Mushunchalik so'zlaymiz. Undan outfun so'zlasam, gapni boshqarganda sizlarga bir yuk bu. Kerak soatimizda biz oddiygina qilib bir tal tizimlash ramkisidan birini yozib chiqaylik. Faqat esinglar bo'lsin, oddiy qilib. Unda rasmiy holatda men torbikatdan keyin anda yasaydim desak, Photoshopni ichib, uningga bir oqqa ko'rinish rangini tanlab turib, uningga andin tuzgu soladi. Shunlashqa biz faqat oddiy holatda qilamiz. Shunlam biz oddiy holatda qilganlam ko'rsak bo'ldi.
Bu saat dersimiz müşahede aklaş. Yani kırvat kanallar çoğuluk yoğunluk olsunki PHP programlaştırışga. Biz bu saatte biz öğrenip ötken bilimimizga asasen addiy bo'lgan bir tala tizimlash ramkasini birini yasab chiqaylar. Men bir yangi betni birini açay. Yangidan PHP file, PHP bilan hujjat. Bunga men ismdan birini tizimlash. Tizimlash. Da bir tal ismdan birini qo'ydim. Ochib kitobda. Men Zen Studio'niki 13.0 nashrni ishlatib, 4-bab, ya'ni bizningki Zen Studio haqida degan darsni ishlagan. İşləgan vaqtimda Zen Studio 13.0 nashrdagi u yumshoq ta'lim bo'lsa, yana qanday holatda desanglar, u yumshoq ta'lim yana sınaq nusxasidagi yumshoq ta'lim edi. Shunlashqa ba'zi iqtidorlar gapni ochganda sınaq nusxasi bo'lgach, tazbek yaxshi ishlamadi. Mening kompyuterimningki qattiq tar saplimlar bir kadar yana töven bo'lgach, so'rash uningga turdimirni qo'yib bo'ldi. Tizimlash yaxshiroq so'rayapmadi. Shunlashqa men Zen Studio 9.0 nashrni ishlatyapman. Mavsal yenikroq ana qolganda. Hamsal yaxshiroq ekan. İxtiyora balki biz bek ko'p ixtiyor qilib ketsa, hamma ishlab ketmaymiz uniki. Ammo shunday bir yengil ish sürtizroq bo'lsa bo'ldi. Endi men lekin sizlar 13dan navbat kompyuteringizga qattiq tutar saplamasa yaxshi bo'lsa, Zen Studio 13.0 yoki hozir eng yangi nashr bo'lgan 13.0 ishlasanglar bo'laverdi. Mening kompyuterimningki qattiq tutar saplamari bir qadar to'van. Mandaq bo'lgach ham uning ustiga qattiq tutarlari konrab qoldi. Kompyuterim ishlatib to'g'ri 5 yil bo'ldi, konrab qoldi. Shunga bek surat yaxshi emas. Shunga men nashrni to'g'ritib pastga tushib oldim. HTML, ya'ni HTML tili boshlandi. Ondan keyin shu yerga bevosita xat ya'ni boshli kusurlar. Men bu yerga boshli kusurlarni da bizib qo'yay. Ishak tayt birinchilab qilmasam bo'lmaydigan ishlarda metan belgilash. Charset yana qanday qilish deganda UTF-8 salatı bizniki uyg'urchadan normal turilsin. Yana yoki bo'lmasa qanday kod bir taraf qilish shakli UTF-8 salatı bo'lsin. Ondan keyin title qismi. Title-scha buloqchani to'g'ri apqog'ash to'g'ri hozircha. www.ticket buloqchan ticket.com Ama şu bulab tursin. Hamda demaklik bulabda rasmiy mazmun qismiga keldik. Body. Demaklik biz forumdan shu bodyni shaklib yozamiz. Unda esa tizimlash ramkasiga birinchi forumning holatiga kelaylik. Hamda forumni men birinchilab qo'ldig'im name ism berish. Ikkinchilab İkinci cevap ise action ne kullansın bu? HTTP ticket yani düzgün işgal www ticket buloqchan ticket.com buloqchan to'g'ri kullansın. Üçüncü cevap hamda mishiga kelganda bir gap bor. Biz action degandoq saloqmabatlar usuli metod yana metod deb ataymiz. Metod desakmi o'xshash. Bu inglizcha so'zlagan keyin nimsanglar bu tushensanglar bo'ldi. Metod bo'lsa post yoki get ikkisidan birisi bo'ladi. Men to'liq yozibday bu sadkasimizda. Endi buni shunday holatda uzatdik. Endi bundan boshqa yana forumniki target deydigan bir parametrimiz bor. Bu bo'lsa target bo'lsa yana shu yangi batni ochganda, ya'ni shu
Biz mishat ko'rsatgan action degan shu to'rbetni ochgan vaqtimizda qandaq usul ochman. Biz ang odatda biz bir tal to'rbekatdan manda qilib ko'rsakmi bo'ladi. Hatto ba'zanda to'rbekatlarni ko'ryaptinglar qilinglar. Bunda ikki xil usul bor. Birisi qanday navbatdagi betning ichida o'zida ichilish. Ya'ni birisi boshqa to'rbekatlarda ichilish. Masalan, men bilsam men bir alaydiroq betni bir nag'a vaqtimda masalan yanılan biz bulaşan to'g'ri kirlar, bulaşan to'g'riga kirib men shu yerdan tushuntirib o'tay. Yoki men hozir navbatda boshqarayotgan mushubatga men ilonni laylab chiqarayotgan mushubat kerak. Masalan, buni chekkandan keyin 10 ko'rib chekkanda yangi bir bat ichish yoki bo'lmasa navbatdagi mushu yangi bat ichish yoki navbatdagi bat ichish deb ikki xil chiqadi. Biz yangi bat olsak ayrim bir chiqdi. Agar shu o'lsak o'zli chiqdi. Yoki yangi bat chiqdi, o'zlasak o'zi chiqdi. Ammo shuni tushundirish target bo'lsa 4 xil qiymat bor. Ya'ni parent, blank, undan boshqa yana salaf, top deydigan. Buniki eng sal ismlar tutib olsanglar bo'ldig'ini faqat hamda aslingsizni qo'yib blank. Ama şu blank bo'lgan vaqtida boshqa mush action qilmagan vaqtida boshqa ya'ni yangi bo'lgan bir ko'zakda ichildi. Hamda men bu yerda birinchilab oldig'im bo'lsa ismingizni kirgizing deb olay. Ismingizni kirgizing. Hamda buningcha input type. Bu yer nima bo'lishi kerak hamda aniq text bo'lishi kerak. Shunaqa. Input type. Text deb ifodalaydiq text bilan. Text. Name. Buning ismi bo'lsa xalqan ism qo'ysak bo'ldi. Buningga lekin xalqan ism qo'ysangiz men qo'yapmancha odatlaninglar. Keyin hozir odatlaninglar, ammo keyin shuni muhimligini tushuntirib o'taman. And buning dastlabki qiymati quruq bo'lsin, so'nashqa men quruq bo'lg'achqa yozmay. Ikkinchisi bo'lsa, maxfiy nomerni ko'rgizing deb kirgizaylar. Kirgizing. Maxfiy nomerni kirgizing. Buni adlab kelsin. Bu nimaligimiz deganda pega maxfiy nomer kirgizish ramkasi, shifr ramkasi olamiz. Input type and shifr ramkasida aytdik. Password VPF qalla deganlar buni allabirun bo'ldi. Buningga men dastlabki qiymat bermay quruq qolsin deb qiymat. Uchinchisi bo'lsa jinsi deb qo'yay. Jinsi. Buni qanday jinsi. Buni hamda jinsni qitalashga ishlatmasaganda radio. Input type deganimizda radio name deganimizda bu name'ga nima desak bo'ldi. Endi lekin hozircha yozib mashq qilinglar name degan nima.
dastlabki birinchisi buniki birinchi elementning qiymatining valuesi teng bo'lsin 1. Belki 1 degani chiqmaydi amaliyotda bizga. Ammo sondanga yozganimizda shu bir sondanga boradigan 1 yana. Mush 1 sondanga bor deb yetkazilmoqda. Andan keyin bo'ldi. Endi bu yerga javob birinchisiga o'g'il. O'g'il. Hemen bir yerden bu o'g'il bo'ldi. Asli o'g'ilni shal azroq xatolik bo'lishi mumkin, chunki nima deganda Uyg'urchani chiqargan vaqtimizda tazbek yaxshi chiqarmay qapsalda g'ashbak kasafat mumkin. Ya'ni buni men buning oldi qo'yibdi. Ikkinchisi bo'lsa qiz. Asli buni kendi qo'ysak bo'ladi, ammo bu chiqargan vaqtida Uyg'urchaning azroq tartibi alınmış kutuda. Sizlar kendi qo'yib chiqarib qo'yinglar. Kendi qo'yib chiqarsanglar qanday chiqadi qana? Radio name taqdirlash qo'y. Taqvogan temamizdan isbotun value. Values 2. Ahamiyat value men hozir so'zlasam tazbak tushib ketmaslar, ammo bu sondanga ullagan vaqtimizda sondanga bordi bevosita. Sondanga bordi. Bu yerdan men bir tal qurtashlik deb endi ko'p tanlashni chiqarayli. Qiziqishingiz tanlang deb basay. Biz tanlang. Bundan birinchisi input type daytoq checkbox checkbox'ni to'g'risanglar bir maya o checkbox desanglar mayli hamda o'zinglar yozasanglar bo'ldi, ammo inglizcha o'qigan vaqtimizda checkbox deb o'qiydi ekanmiz. Shundan men checkbox deb atatilgan sizlarmi shunday o'rgansanglar bo'ldi. Checkbox desanglar ingliz tilida bo'lsa checkbox deb o'rganib keyin checkbox deb shunday yazsanglar bo'ldi. Mishatganim shumi yana xatolik bunday aslida. Aldırmay yazılan ekan ba aldırsak müştaq u yerdan xatolik chiqib qolib keyin xatolik tüf bilinmay adam kongrab qolgan gap. Endi masalan buningda name qanday qilyapti? Name cho'qim qanday o'xshash bo'lishi kerak odatda. Bir turdagi ko'p tanlash ramkasiga ismlar o'xshash bo'lishi kerak. Buniki valuesi. Yine sandan olgan vaqtida sandanға baradigan qiymatlari. Birinchisiniki bu qiymat bo'lsa, 1 bo'lsin. Oyun oynash. Endi men buni qanday qilay? Ko'chirib akatsam tamamen bo'ladi. Endi buningki ikkisining birisidan bir chiqargan vaqtimizda o'ynash. Yakcho kitob ko'rish deb yozay. Kitob ko'rish. Yani bir yer o'xshash bo'lmaydi. Yana valuesi sondan qilganingizda hammasini o'xshash bo'lmaydi. Endi bu yerga vaqtida bu bo'lsa futbol o'ynash. Yani shunchalik ko'p tur bo'lib tursin. Ondan keyin javob buning orasidan ma'lum birisini men o'tganimda ko'ngildek holatda chiqib tursam balki check it qilib hizblan basam bo'ladi. Hozircha shunday bir chiqib turaylik qani. Hamda bo'lsa nima keldi? Buni yo'llab beramiz.
yo'llab turadigan yoki bo'lmasa qayta to'ldiradigan ikki xil knopkani men ilib chiqaray. Input type nima bo'ladi knopka button desak shu knopkaning o'zidan chiqadi, ammo ixtiro qo'shish uchun bunga bunday aytganda submit bo'lsa yo'llab berish bo'ladi, ushurni yo'llaydi. Submit bo'lsa ushurni yo'llaydi. Name'ga men bunga name desam shu o'xshash, ammo meyerki name'da submitniki meyerki name bilan resetning meyerki name o'xshash bo'lmasin, o'xshash bo'lmasin. Qimmatga value yana caption VBTga caption bilan o'xshash qimmatga men uyg'urcha yo'llash deb chiqib qo'yay. Buni aytib o'tdim. Ondan keyin input type qayta to'ldirish naqa input type ondan keyin reset. Ammo resetga sizlarniki nat kompyuterlar bunda xotir kompyuter olmay hanzucha ash tayshichi yana dumboq ekranli kompyuter bo'lsa bizniki bash apparatimiz qiladigan bo'lsak shu yerda reset yana qayta o'chirish yani qayta qo'zg'atish degan ma'no chiqadi. Reset bo'lsa yani qayta bizning miyatga reset bo'lsa qayta nima qilish qayta to'ldirish. Bunga ismiga buning ismi xalqqa ism qo'shsak bo'ldi, ammo hozircha mening cho'g'anda submetning ismi bilan o'xshash bo'lmasin. O'xshash bo'lsa mayli, ammo baribir ikkisi ikki xil. Masalan, ikkisini o'xshashab qo'ysak shu birisini boshqa vaqtimizda yana birisi mayda bu bo'ldi ekan. O'sha vaqtimizda. Ammo men buning ikkisining hech qanday munosib bo'lmasin desam, o'shda oson bo'ldi. Endi bu yerga qayta to'ldirish. Ham shunday yozdim. Endi oxiri uni qilib, buni qilib bizningga birimda oddiyroq qilib bir tizimlashtirib ketishimiz bitta. Ammo buning bilan oxirlashib qolmaydi. Keyin yasaymiz. Eng oddiy holatda mana shunday qilsanglar to'g'ri bo'ladi. Ammo kodlarni o'ttiroq o'rganinglar.